burnusida bir sirliq afsun bor bo'lib, uni faqat o'ylab o'qisangiz-da, bu sirliq hayotlik koridori ochiladi ekan. Buning bilan hikoyadagi kishilar bolalar cho'chak dunyosiga kiradi ekan. U yerda biz cho'chakdagi barliq kishilarni uchirta olaylik. U bo'lsa-mu, yangi girim bolalar cho'chigi, mami. Ben şu. Hayırlığınla bitti mi? Biz çöçek alımı varımız. Yolgu çıkaydık. Anda qanaqa qilamiz? Amal o'ylayapman, amal. Kim o vaqirashqan bu degan mening tavalligim. Vaqirgan o'zi qabaqbash. Sening qo'sqon ko'kravatidi-ku. Ajoyib musiq buroq kelyapti-ku. Bek burab ketdi. Hey Pet, bugun ta'lim o'ngdan kelganda qiladi. Odamga shu yemagili xeli uzun bo'pti-da. Yana daqiq yuyini pakiz bo'lib turibdi. Cho'chqadak semizkan, uni biz kaynidan tutaylik, ha? Doktor bu böğrümü neyme? Şundak. O bir böğürken. Tez kaçaylı. Kaçaylı. Ölgür ablaklar. Tez kaçaylı. Tez kaçaylı. Koğlab yetişemedin. See the birds, the flowers, and the bees. Nature's wondrous beauty, and it makes me feel so happy. It makes me feel so free. And the flowers seem to talk to me when I touch them gracefully. And the air is filled with a song so sweet. It makes me feel so free. Let me go and let me sing. Winter's gone and you can stay. Kızıqlar, yorug' to'sib qoldi-ku. Meni yalatdimi nima? Yo'q, qarasan. Meni yalatmagan-da. Böğrü qani, böğrü. Neredeki böğürken o? Bu etrafta nereden böğrü bulsun? Sizler kim bulursalar? Özümle tanıştırışıma icazet bergeysiz. Mening ismim Yav. Dünya bo'yicha eng ulug' tavakkülchi va ekspeditsiyachi. Men bo'lsam, Ko'l, doktor Ko'l bo'laman. Men bir olim, falsafashunos ham san'at qadrligichi. Yana Bo'ldi qilinglar. Azaldan sizlardek bunday kichik xarita hayvonlarni ko'rib baxmat ekanman. Yeriniz bek cho'kkan. Qarang, siz ne bu o'rmonlikda yolg'iz yurganingizni. Men cho'ng onamni ko'rganmagandim. Bu o'rmonlikda yolg'iz menish bexatarlik bo'lib, mo'sizdek bir kichik qizchaq. Kichik qizchaq?
sizlarga deb qo'yay. Mening ismim Kichik Qizilbek. Men hech nimdan qo'rqmayman. Bo'ldi. Sizlar bilan tanishganimdan intayin xushalman. Ammasi men ketdim. Xo'sh. Mayli. Bak yaxshi bo'ldi. Bu kichik qizchaq bizning tamaqimizni buraydigan nashtiligimiz bo'lsin, ha? Aytganing to'g'ri. Biroq masala shu ediki, uni qandoq tutishda. Yaxshi bo'ldi. Birinchi qadam o'ngishli bo'ldi. Bir necha olay desam. Savarchan bo'l. O qachiversin. Biz uning kiyimini kiyib, keyingi qadamni boshlaylik. Kichik Qizilbek, bizning sizni qo'rqitganimiz yo'q. Bu yerda Rasululloh bir bo'ri bor ekan. To'g'rimi yo'q, ha? Albatta shundoq. Agar sizni ehtiyot qilmaydigan bo'lsak, hammamiz saqlamasligimiz mumkin. Chunki boya o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Endi mening gapimni o'tdan anglanglar. Bu yo'lni men oz deganda 100 qatim borgan. Biroq azaldan bo'riga yo'liqib taqmadim. Rostayman, bo'lgandi. O Rasululloh bo'rining bir vaqtlik tushib tamoq bo'ldigan bo'ldi. Biroq uning bilan birga bo'lishimiz kerak. Keyinchi yo'q. Bo'rining tomog'idan keyin yeydigan salat bo'lib beramdiq. Biroq u qizmanib tursa, u o'zini qo'g'diyolmaydi. Shunga uni qo'g'dishimiz kerak. Hey, Qizilbek, men do'stim bilan maslahatlashdim. Agar qo'shilsangiz, siz bilan birga boraylik. To'g'rimi, doktor, ha? Shunday emasmi? Gap qil, ha? Gap qil deyapman. To'g'ri. Biz siz bilan birga mangsak ham yaxshi bo'lardi deydi. Tushundim. Sizlar bo'ridan qo'rqib men bilan mangmoqchi shundaqmi? Bo'pti. Qo'rqqan bo'lsanglar men bilan birga menglar. Yuringlar. Azroq qusirday. Nima degan qablashgan ishigi? Ey sulton. Ey sulton keldi. Yaqin kelsin. Bakra yaqinlashsa, andim tutalaymiz. Bilaman. Nima qilishni o'zim bilaman. Kechiring. Men diqqat qilmabdim. Yo'q. Kechirim so'rashga tegishli men. Nima deganmizlik? Yo'q, demakchi bo'g'inim. Bu bak obdan uchirish bo'ldi. Mening o'zimni tanishtirishimga ruxsat qilg'aysiz. Men bo'lsam, Markiz Lois bo'laman. Aslida Markiz Alilarkanda, cho'ng bo'lib mushincha bo'g'ichi Alilarni ko'rib topganman. Men bir odatli odam. Boshqalardan hargiz kelishmayman. Qizchaq ismingiz nima ekan? Mening ismim Kichik Qizilbek. Kichik Qizilbek. Yaxshimisiz? Kichik Qizilbek qizchaq. Sizdan tanishganimga intayin xursandman. Bu ishkilar mening do'stlarim, yana qo'g'dog'ichilarim bo'ladi. Yo bilan doktor, ular bu o'rmonda bo'ri bor ekan deydi. Ular haqiqatan qiziqarli ekan. Kichik Qizilbek. Bir qizchaq o'rmonlikda yursa, Rasululloh xatarlik bo'ladi. Meningcha, agar bir ish bo'lib qolsa, o ishkisi sizni faqatli qo'g'diyolmaydi. Shunga mening qo'g'dishimga ruxsat qilsangiz, men degan margan, ham yenimda qilichim bor. Qarang, Pek yaxshi bo'ldi. Bo'ldi, Markiz, mangayli. Markiz qo'g'digandan keyin endi bexatar bo'ldi. Yo'q, bu ishdan sal gumonlanyapman. Meningcha bu Markiz sal g'alit ekan. Shundaqmi? O degan tarbiyalangan Markiz ekan, ham margan ekan. Yana uning ismi g'alit ekan. Qaysi oqsoyladin dedi? Tashrif paqay. Uning ismining ma'nosi zodi nimadi? Qani qarab paqaychi. Ma'nosi zodi nimadi? Lob so'rab. To'g'ri. Dal shu ekan. Ma'nosi nimadi? Qarab paqaychi. Lob so'rab, ma'nosi bo'ri. Ma'nosi bo'ri. O'xshamaydigan yeri yo'q.
Böre, Tanrım, asli börekende. Özümni desip alay, oduqib ketmey. Onunla taqabul turgan amalı tapmasam bo'lmagandek. Qizilbek, siz o'rmonlikdagi eng xatarlik narsa nima deb so'rayapsiz? Eng xatarligi albatta bo'rida. Ne bo'ldi? Hech nima. Men burun mushu shamshirim bilan xeyli ko'p bo'rlarni o'ldirganman. Qani aytuvchi Markis, u bir qandaqroq ekan? Onunga o'xshash. Nima? Hech nima. Bo'ladi, o'ylab boqay. Bo'rning shakli Kichik, intan kichik bo'ladi. Bo'ra intayin kichik bo'ladi. Ham inchga, ham uzun. U qisqa to'rt buti orqali mangdi. Uning ikki quloqi bo'lib, orqaga qayrilib turadi. Yana uning ham qisqa ham tom quyruqi bor. Shundaqmi? Menimcha bu yo'l eng bexatar. Ko'pchilik, men bilan menglar. Yo'q, sen bilan paramashaydigan. Sen yana Markizning g'iltini qilmoqchi shundaqmi? O Markiz emas, bir böre ekan. O go'shaydigan böre ekan. Xalitishqo Markis, yo'lda sizni ko'rgan hayvonotlarning hammasi qochib ketyapti-ku. Shundaqmi? Ular meni ko'rib qo'rqyapti. To'g'ri, ular meni shamshirimni ko'rib qo'rqqan gap. Qarang, men degan dangliq ovchi. Ehtiyot qilinglar. Ko'rdingizmi? Ehtiyot qil, ular sezib qolmasin. Og'zimni shum, qanday qilishimni o'zim bilaman. O yoqqa qarang. Bu yoqqa. Qolib ekansiz Markis. Men kichigimda shamshar mashq qilardim. Qizilbek, birdam orom elib, ozroq bir narsa yevolamdoq, qizchoq. Bo'ladi. Bu sevatdagi narsalarni cho'ng onamga aytmangan edim. U bu yerdan ancha yiroq bo'lmagan o'rmonlik ichida o'ltirdi. U og'rib qolgan edi. Shunga tezroq bormasam bo'lmaydi. Moqchima, menimcha. Cho'ng onasi, u yerda yana cho'ng onasini saqlayotdi-da. Bilamsan, hozir noshliq va uningdagi tomoq bor bo'ldi. Yana omadimiz keldi. Mening gapimni anglang. Qizilbek, meni kechiring. Men sizga daxl qilmay, tezroq berib, cho'ng oningiz qarang. Qarang, bu yo'l ham qisqa ham bexatar. Shunga bu yo'l bilan men, bu yo'ldan mangsangiz tez yetib bora olasiz. Biroq bu yo'ldan menib baxmagan. Bu yo'ldan mansam esib qolaman. Cho'qim shu yo'l bilan menishingiz kerak. Bu yo'lda shundoq chiroyli gullarni uchirtsiz. Uni uzilib, cho'ng oningizga sovuq qilsangiz bo'ladi. Menga ishining suyimligim. Siz ham botir, ham ko'ksixoningizdek kankan. Rahmat sizga. Menga mush yo'ldan mangayli. Xo'sh. Xayr, xo'sh. Kim? Men cho'ngana, men Qizilbek. Oma qizim tanıdım. Qani kira qizim. Sen kim? Nima qilmoqsan? Nima qilmoqsan? Ben sana dedim o, ben diyen Qizilbek. Sen bana keşke bo'g'in. Kela. Qizimlar! Markız degan yo'l mushimidu. Biroq biz bir aylanib chiqdik. U bizni nemish qundaq uzun mang'uzudu. Men nereden bilay? O aqsoy qiyofasiga kirib olgan ekan. O degan ashu Markiz shu. Biz aldanibdik. Men sizlar degan u degan yolg'on Markizdir. Derhol cho'ng onamning qishig'i boraylik, tez.
Oylanıp olay. Men endi qanday qilishim kerak? Ha, men amal topdim. To'xta, siz kirma. Bu bexatarlik. Qizilbek qizim, bu senmi, ha? Shundoq Cho'g'ana, bu men. Kirgin bolam, eshik ochiq. Bo'lmaydi. Bo'ldi qil, uning ovozini anglagandan intayin bexatar. Cho'g'ana, sizni ko'rib xush bo'ldim. Men tek sizni bo'ri yeb ketgan o'xshaydi deb qopdiman. Nadiga bo'rikan, nimandaq bo'lmag'ir gaplarni qilsam bolam. Yaqinroq kel. Cho'g'ana, qaraganda xilli mijozingiz yo'q o'xshamamdi. Shundoqmi qizim? Yana burunqiga o'xshamay qopsiz. Qulog'ingiz uzrab ketibdi-ku. To'g'ri, bu sening ovozingni texmi aniq anglashga yaxshi emasmi, bolam? Yana ko'zingizmi yo'g'inab ketibdi. Buni sening esil nazu ne'matlaringni texmi aniq ko'rishim uchun demakchi bo'lganim, go'zalligimni deyman, qizim. Cho'g'ana, qo'lingiz nemandoq cho'ng, ham nemandoq tuklikdi. Bu seni obdaroq tutish uchun demakchi bo'lganim, obdaroq quchoqlab olay deyman, qizim. Mening omaq qo'zam kela. Omaq qo'zam. Cho'g'ana, sizning o'zingiz nemandoq yo'g'on, bek qo'rqinchlikan. Bu seni obdaroq ish uchun. Küçük devatına. Yo'q, biz yordamga odam chaqasak bo'lg'idak. Shunda qilsak bo'lg'idak, biroq nerdan topaman? Bu bir o'rmonliqqa. To'g'ri. Undaqda o'rmonliqda ovchi bo'ldigan. To'g'ri. Shunga biz ovchining diqqatini qo'zg'aydigan bir amal topsak bo'ladi. Undaqda qanday qilsak bo'lar? Men bilmayman. Nima qil desam shuni qilamsan yo'q. Bo'ladi, oldirma. Mening amalim bor. Sen bu hovlishingni bo'rining muhabbatlar qilish emas deb ayta olamsan. Balki bu atrofdagi biror bo'rining diqqatini tortib qilib, u seni izlab kelishi mumkin. Menga ishon buning cho'qim qoidasi bo'ladi. Qiziqarli to'ylayotganda, ha? Bizning tushuntirishimizni anglang. Asli mundaq, Cho'g'anining uyida bir bo'ri bor. U Cho'g'ani bilan qizilbekni yevatdi. Shunlashqa mushundaq amal bilan sizni chaqirgan edik. Bu yoq bo'lsa yo'q. Yaxshimisiz? Men ko'l bo'laman. Doktor deb chaqirsangiz bo'ladi. Ishqilib biz sizning nima turdiganligingizni bilmagandan keyin mushunda qilmay amal bo'lmadi. Agar yordam qilmasak, bo'ri ularni tushundingizmi? Oldayman deb xomxiyol qilishma. Qizilbekning bo'kiga qaraganda deganinglar rost qiladi. Bechora Qizilbek. Uni darhol topaydi. Kechib qolmasak yaxshi bo'ladi. Obdonroq oqtirib avval bo'rini topaylik. Hiç yok. Bir askar ekan. Qo'rqib o'lay dedim. To'qqa qara, o'cha qilishga mumkin bo'ldi. Darhol ochiq aytaylik. U yana ishonmasa, hay, u nimish qilmoqqa ishonmaydi-qando, ha? Nimish ishonmaydi-qando? Hey, tayyorlik bitdimi? Ya, biz ochiq aytaylik. Yo'q. Biz deb oldik. Chiqa. Meni qo'yat. To'xta.
oq chiqamay turum. Nemishqa? Ağamca, bana bir tal ağamçı kerak. Nima demoqchisan? Bana işinin, men degan bir doktor, mening amalim bor. Bu bek parasatlik, bu onun artıqçılığı. Bayatım ben bir ağamçılık görgen idim. Aval onun putunu bağlap, andın onu asaylı. Ayak çık. Onun ağzını çoğrak açaylı. Oson emaskan. Keçirgin, sana uval kılıdığım boldu. Endi qanday qilamiz? Bu qadam antas. Yo, agar bir xatolik ko'rilsa, yer muvakkili, osmon muvakkillariga xatolik ko'rilmagan. Sen nima qilmoqchi? Sormayli qo'y. Qizilbek, ovozimni angladingizmi? Doktor, bu sizmi? Albatta men. Cho'g'ana sizning yeningizdami? Albatta men bo'laman-da. Men yana nayimi bor alaydi. Obdan ağlanlar, çın olturunlar, biz hazır seni kutuldurup alamayız. Tushundim. Tezroq. Rahmat sizlarga. Ko'p rahmat, cho'ng onamchi. Cho'ng ona. Rahmat sizlarga, mening qadrli baxtir do'stlarim. Esinglarda bo'lsin. Buningdan keyin o'rmonlikda hargiz yot kishilar gap qilmanglar-jimi? Xotirjam bo'ling. Endi hargiz Ondaqda bizchi. Bizmi yotadimi? Shundaqmi? Rahmat sizlarga kichik baxtirlarim. Men afgan to'tni ketib baxmayli ketib qopdi-ku. Belki bizmi eğiz tekizemezsigimiz mi? Endi biz mangmasak bo'lmaydi. Semsila, yigirib balla cho'chiga. Unda qissanglar bo'lmaydi. Unda osonlik ketadigan ish yo'q. Tabiiyki. Shuningdan keyin cho'ng ona bilan Qizilbek Qo'shalporam baxtsiz turmush kechirib